Sabab bilan o'zi keldingiz? Nima sababdan keldim? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim. Rahmat buva. Bu ko'rgan videolar 1989-yil 21-oktyabrda ota-bobolarimiz tilimizni saqlab qolish uchun o'zini jonini xatarga qo'yib, nech bittaligi qurbon bo'lib, mintiklarga chiqishgan. Biza bo'ladigan bo'lsak, bir gapni rusiy so'zlarni qo'shmasdan ravon gapirib bera olmaymiz. Juda alam qiladigan holat. Hoji Akbar akaga kattakon rahmat. Juda aktual mavzuni olib chiqibdilar. Men hayotimda ham juda ko'p muammolarga duch kelaman. Davlat subyektlarida ham, xususiy sektorlarda ham o'zbek tilini bilmaydigan rus xodimlarni juda ko'p ko'raman. Agar men ularga o'zbekcha gapiradigan bo'lsam, ko'pincha holatlarda, hamma ham emas, lekin ko'plarini ensasi qotadi. Juda alam qilardi menga. O'sha uchun juda aktual mavzuni olib chiqibsiz, Hoji Akbar aka. Sizga kattakon rahmat. Sizga negativ bildirayotgan, sizga fikringizga qarshi argument keltirayotgan hammasi qo'shtirnoq ichida aytaman, qo'shtirnoq ichida vatan xoini ular. Salomat bo'linglar.